Mana aka, ko'rib turibsiz, ikkinchi farzandim ham nogiron tug'ildi. Nima qilishga hayronman. O'zing aybdorsan. Birinchi navbatda uylanishingni oldin aytganman men senga. Qarindosh urug'dan umuman turmush qurmagin deb. Mana o'zing ko'rib turibsan. Endi qarindosh urug'chilik buzilmasin deb uydagilar majburlashdi-yu. Noto'g'ri narsada shu. Qarindosh urug'chilik nabarotiga uziladi bu. Mana ikkita farzanding nogiron. Dodingni kimga aytishni bilmaysan. Orqaga qarab yo'l yo'q. Shuni uylanmasdan oldin miyani bitta joyga qo'yib yaxshilab o'ylash kerak edi. Hurmatli bo'ydoqlar, sizlarga tavsiya: hech qachon qarindosh urug'dan turmush qurmanglar. Mana bitta oddiy misoli, yo farzand nogiron tug'ilishi mumkin yoki keyingi avlodlarda shunga o'xshagan muammolar bilan tug'ilishi mumkin yoki tug'ilmasligi ham mumkin.